Yana bir voqea oldingisiga o'xshash, otam rahmatulloh alayh dars olardilar Shayx Badriddin Hasaniyda. Shom ahlining mashoyixlari. Ismlari mashhur. Hamma Shom mashoyixlari bu kishining shogirdlari edi yoki shogirdlarining shogirdlari. Otam uning uchun xos dars bo'lganda Shayx Badriddin bilan biror bir kishiga unda ruxsat berilmasdi. Bu darslari peshin bilan asrni orasida bo'lardi. Ulumul aqliyani hammasini o'qishda o'qiganlar. Kunlardan birida otam shayxni toptirar, albatta o'qish juda charchagan hollarda. Albatta umrlari 80 dan o'tgandi. 80 dan o'tgan yoshga bo'lgandilar. Shayx Badriddin hech ham chalqancha o'tib yerda yotmasdilar. U kishini cho'zilib yotib uxlaganlarini bilinmasdi. U kishi doim talabi ilmga qattiq ishtiyoqlik tirishardilar. Agar charchasalar orqalarini orqaga suyardilar, kichkina orqalariga yostiq qo'yilardi va 5 minut yoki 10 minut uzoq borsa 1 soat ozgina mudrardilar-da, so'ng turib tahorat qilib 2 rakat namoz o'qib darsni boshlayverardilar. Hatto kechasi ham yonboshlarni yerga qo'yib chalqancha yotmasdilar. Hech cho'zilib yotgan emaslar. Kunduzi bo'lsa orqalarini suyamasdilar ham. Orqalariga yostiq ham qo'ydirmasdilar. Lekin otam ko'rdilar. O'sha kuni shayx orqalarini suyab olgan edilar. Orqalariga yostiq qo'ygandilar. Juda toliqqan, charchagan dars beryaptilar-u, lekin uxlayotgan emas edilar. Otam o'yladilarki, bugun indamay ketaman. Albatta shayx bir dam olib olsinlar, ertaga kelaman dedilar. Faqat bir kun dars qoldirdilar. 17 yil dars davomida bir kun, faqat mana shu kuni darsdan bo'lmadilar. Ertasiga keluvdilar. Shayx aytdilarki, qayerda bo'lding? Ey Abdulkarim, kecha nimaga kelmading deb so'radilar. Aytdilarki, ey Sayyidim, men dam olishdan ozgina nasiba olishingizni yaxshi ko'rdim. Juda charchagan sizni ko'ruvdim. Aytdilarki, ey Abdulkarim dedilar. Qarang birodarlar, bu kishining gaplarini yodlab oling. Bu tilladan ham qimmatroq. Bu gapni Shayx Badriddin Hasaniy butun umrini hammasini ilm xizmatida o'tkazgan kishi aytayapti. Buni Usmoniylar tarafidan kelgan hamma valilar bu Shayx Badriddinni yuzlarini ko'rishga orzu qilgan kishi aytayotgan gap. Hikoya qilinadi, bir marta uylaridan Dorul Hadisga ketayotganlarida Dorul Hadisda dars berardilar. U yerda Imom Navaviy mashg'ul bo'lib, o'sha yerda dars bergan roziyallohu anhuning o'rinlari uylardan o'sha yoqqa ketayotganlarida bir nasroniy ayol ro'palaridan chiqdi. Nasroniy ayol u kishini to'llarini etagidan ushlab, yuziga surtab, u kishidan yordam so'ray boshladi. Unga yaxshilik bo'lsin, nima gap dedilar. U o'g'li zindonda ekanligini, uni o'limga hukm qilinganligini aytdi. U askarlikdan qochgandi. Bizda uni askardan qochgani qattiq olib dezinter deyiladi. Uni farzandi o'sha qochqoq bo'lgan edi. Atrofdagilarga qaradilar. Aytdilarki, bu ayolni o'g'lini tarafini olgani valiyga boramizmi dedilar. Ular ha deyishdilar. Xabar beringlar, dastiga kutib turganlarga. Bugun ozgina kech qolamiz dedilar. Va holbuki umrlarida biror marta darsdan kech qolgan emas edilar. Darsni tark qildilar va valiyga qarab ketdilar. Xabar valiyga oldinroq yetkazib borildi. Vali bu Shayx Badriddin kelyaptilar deb qasrlardan tushib, bu kishini yo'llariga peshvoz bo'lib chiqib, yo'lda uchrashdi. Vaqtiki Shayx Badriddinni ko'ruvdi, juda hurmat qilib, u kishiga chiroyli muomala qildi. Aytdilarki, men bu ayolni bolasiga shafiy bo'lgani keldim. Uni farzandini o'limga hukm bo'lgan ekan. Vallohi ey Sayyidim, agar meni o'zimda imkoniyat bo'lganda uni qo'yib yuborishlik, hozirgi lahzada men uni qo'yib yuborgan bo'lardim. Lekin bu o'lim jazosini tahirga surib turaman. Menga chorasiz Bobil Oliyaga maslahat qilmoqligim, unga bu xabarni yetkazmoqligim. Xo'p, shunday qiling dedilar. Va valiyni saroyga ham bormadilar. Uni ziyorat qilmadilar. Uni shafoatini qabul qildilar, bas qaytdilar. Vali xabar berdi yuqori sulton Bobil Oliyaga, Istanbulga bu hodisa to'g'risida.
Javobni kutib turdi. Bir kun yuqoridan javob keldi. Agar Shayx Badriddin o'sha bolani shafaat qilib, o'ylardan darsi qoldirib kelgan bo'lsalar, unday bo'lsa biz o'sha yerda hamma o'limga hukm qilganlarni ommaviy af qilamiz. U kishini hurmatlari uchun dedi. Ya'ni zindonda bo'lgan har bir o'limga hukm qilingan, o'lim ijrosini kutib turganlarni hammasini af qilishlikni. Ana shu xabar buyruq kelgandan keyin hamma zindondagi o'limga hukm qilinganlarni Shayx Badriddinni hurmatlari uchun ozod qilindi. Bu fozil Shayx Badriddin Hasani roziyallohu anhu o'zlarini dars berishliklari, mashaqqatlari, butun umrlar darsga bag'ishlaganliklari bilan dunyoni o'zlariga bo'ysundirgan kishi otamga aytayaptilar, bir kun darsdan qolganlariga: "Ey Abdul Karim, sizlarni dunyo mashg'ul qilib qo'ymasin, bizni mashg'ul qilgandek. Keyin sizlar ham pushaymon bo'lasiz, biz pushaymon bo'lganimizdek. Dunyo mashg'ul qilmasin." Bu kishi bizni dunyo mashg'ul qildi deyaptilar. Butun umrlari ilm xizmatida o'tgan kishi bo'lsalar, bizni dunyo mashg'ul qilgandek, sizni dunyo mashg'ul qilmasin, biz pushaymon bo'lgandek, siz pushaymon bo'lasiz deyaptilar. Shayx Badriddin pushaymon deyaptilar. Nimaga pushaymon deyaptilar? Butun umrlari ilm xizmatida, ilmda o'tgan bo'lsalar, o'z nafslarida pushaymonlik bor. U kishi o'ylardan biror marta chiqmagan bo'lsalar, faqatgina zikrulloh uchun, ilm uchun chiqqan bo'lsalar, pushaymon deyaptilar. Shunda ham afsus chekib pushaymon bo'lyaptilar. Unday bo'lsa, ey birodarlar, ilmga g'ayrat qiling, intiling, davomlik bo'ling. Albatta bu shariat ilmi Alloh taolodan sizlarga bir hadya, sharopat, Allohning marhamatidir.